Bosdingizmi? Qarab turing, jigardan olaman. Qayerdan topaman shunaqa modellarni? Hoji aka, skidga model keldi-yu, bitta olib bosib yuborasizmi? O'zi kelishi bilan tezda sotilib ketayotgan va hammani ko'nglida birdek joy olgan Drongo TK modelimiz yana sotuvda. Ko'rib turgan skuterlaringda naq 20 talik akkumulyatordan 5 ta joylashgan bo'lib, bu sizga 40 kilometrdan 60 kilometrgacha masofani bosib o'tish imkoniyatini beradi. Tezligiga keladigan bo'lsak, 60 km/soatda harakatlana oladi. Yuk ko'tarishlari 150 kg-gacha bo'lgan maksimal yukni bemalol ko'tarib olib keta oladi. Ko'rib bitta baho berib oling. Aka, o'ylaymanki siz bosib oladigan model shu bo'ladi. Ushbu videoga like bosib, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsangiz, sizga yana ham to'liqroq ma'lumotni yetkazishadi. Obuna bo'lib ketishingiz sizdan chiqmasin. Skuter quvvat eng yaxshisini faqat biz sizga beramiz.